Top 5 eng texnologik stadionlar. Bu kelajak grafikasi emas. Bu stadionlar haqiqatan ham mavjud. Oxirgisining qiymati 2 milliard dollar. Qara. 5-o'rin Al Tumama. Bu konditsionerli stadion. Hatto plus 50 darajada ham tribunalar va maydonda ideal salqinlik saqlanadi. Juda aqlli yechim. 4-o'rin Mercedes-Benz stadioni. Bu yerda tom kamera obyektivi kabi ochiladi. Ichida esa butun stadionni qamrab olgan ulkan aylana ekran bor. 3-o'rin Tottenham stadioni. Maydon qismlariga bo'linib, 20 daqiqada tribunalar ostiga kirib ketadi. 2-o'rin Allianz stadioni. Las Vegasdagi qora olmos. To'liq klimat nazorat va kelajak filmlariga o'xshash dizayn. 1-o'rin Santiago Bernabeu. Maydon 30 metr chuqurlikdagi yer osti shaxtasiga tushiriladi va u yerda robotlar tomonidan parvarish qilinadi. Bu shunchaki kosmos. Sen qaysi stadionga borishni xohlarding?